Bu tağlar, egiz tağlar, vay çıqay deymen. Qanatim qildi bağlaqliq, vay pucalmaymen. Bu tağlar, egiz tağlar, vay çıqalmaymen. Qanatim qildi bağlaqliq, vay pucalmaymen. Şenmisan kilip ketkin, ko'rgin alimni. Men seni suyay deyman, vay suyalmayman. Şenmisan kilip ketkin, ko'rgin alimni. Vaslinga yetay deyman, vay yetolmayman. Vaslinga yetay deyman, vay yetolmayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qeyindaşlar, Arsan Live'a hoş geldinglar. Bugünkü temamiz bolsa vatanga borsak bulamdi deb qaysi kuni asli Ömer Bekali, lager şahit Ömer Bekali akımız bilan suhbat qilgandik. Bugun bu vaqtda başqa şekilde başqa bir tarafdan şu Abduveli Ayup akımızını ekranıma taklif qildim. Lekin başlashdan burun bugün biz bir ölüm haberini apdık. Qeyindaşımız Abdülhamid Uygur qeyindaşımız İstanbul'da vafat boptu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deymiz. Hammamiz Allah'ın dargahına qaytırganmiz. Şununla bu qeyindaşımızga dualardı bulaylı. Amsa men Abduveli akamizni hozir sahnega taklif qilay. Assalomu alaykum aka, yaxshimi, yaxshi turdingizmi? Va alaykum assalom. Sen yaxshi turdingmi? Iman yaxshi turdingmi do'stlar? Alhamdulillah yaxshi turdik. Bu yala sal issiq, necha kundan yoqi. O'kan kapta Inglizda bo'lganda quya kunda yomg'ir degandek, meni ovosiga toza kunib qolamayapmiz. Aka sizmi kuzatib turayotgansiz? Shu bizmi anglagan hamda 6 ay 1 yildan yoqi shu vatanga kelib turayotgan Uyg'urlar bor, lekin rasmiy hamda men o'ylayman hamda Xitoylar bir strategiya o'ynayotdi. Uyg'urlarimizni sosyal medya, TikTok bo'lsin, Douyin bo'lsin chiqarib, hamma joyda bo'lgandek Uyg'urlarning o'yini ko'zitib, techaman kelib ketibni ko'zitib, hatto vatanning ichidami chiqayotganlarni ko'zitib. Shu haqda biroz to'xtalmoqchi. Bu o'kandimi qaysi kuni Ömer Bekali akamiz deyishgan. Lekin sizning ko'z qarishingizni bugun olmoqchi edim. Oldidan men ko'z qarashimdan bekrak bir shu nimani tushuntirib o'tsam, ya'ni Xitoylar nima ish qilyapti deganni. Biz ko'pincha ba'zi narsani bilamiz deb o'ylaymiz. Lekin ko'pincha biz bilmaymiz amaliyotda nima bo'layotganligini. Xitoylar bu ishninki birinchi bosqichi, ya'ni Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilib yo'q qilishning birinchi bosqichi bo'lgan o'ziga xatarlik deb qaragan bu millatni qamoqlarga qamab 500 mingdan ortiqni kesgan. To'liq bo'lmagan sonliq ma'lumotda. Qolganlarini lagerlardan majbur emgak lagerlarga o'tkazgan yoki zavodlarga o'tkazgan. Yana bir qismini qo'yib o'tgan. Qo'yib o'tgandan keyin bu birinchi qitimliq degan ish, bu Xitoyninki nimning so'zimi shu? Chen Quango'ning so'zimi shu? Xi Jinpingning so'zimi shu? Ya'ni bu yerda tuproq almashtirish ularning qilmoqchi bo'lgani. Tuproq almashtirish degani oldi bilan Oshani butun tozalab o'tish. Ularning nazarida hozir tozalanib bo'ldi. Ya'ni Xitoyning hukumatiga tahdid soldigan Uyg'urlar qamoqqa kirib bo'ldi. Tahdid solmasimi, tahdid silish ehtimolli bo'lgan Uyg'urlarmi emgak
lagerlarga, zavodlarga o'rlashtirilib bo'ldi. Endi bu yerda ta'did shakllantiradigan hech narsa yo'q degan tuyg'uga keldi. Unda bo'lgan ekan, ikkinchi boshlig'ini Xitoyning taktikasi bo'yicha, siyosati bo'yicha desak, Şinjan'ni madaniyat bilan oziqlantirish degan ishni boshladi. Buni boshlagan chog' nim bilan boshladi desa, bizning vatanda har qaysi shaharlarga Xitoy uslubidagi shaharlarni qurdi. Masalan, Xotanga bir shahar quribdi, Yotqan shahri xarobasining o'rniga Yo'tgan shahri deb. Bütün aşağılıqı Pudalagong'ның nimesi bo'yicha bir ordu yasab chiqibdi. Ondan başqa Qag'iliq qilma yasabdi. Ondan başqa Qashqardagi bu bir Pantavchongda bir shahar yasab, shu shaharni kengaytirib quribdi. Demak, bizning vatanning har qaysi yerlarda Xitoy madaniyatini ifodalaydigan shaharlarni qurib chiqibdi. Ondan Xitoy madaniyatini ifodalaydigan shaharlarni qurib chiqqandan keyin Xitoy sayohatchilarni kelib, u yerni sayohat qildiribdi. Uyg'urlarni ko'z oldida sen mushuninki varisi degan shaklda, mushuninki a'zosi degan shaklda, mush Xitoy madaniyatininki haqdori shaklida, varis shaklda tashviq qilinyapti. Yani bu medeniyet bilen oziqlantirish degani Xitoy madaniyati bilan oziqlantirish albatta. Bu yerda masalan men bu qaysi kuni radioda anglagandim, shu hatta Xitoyning ikkinchi poytaxtini Qashqa shu janub tarafga qurmoqchi. Bumu bir qo'shimcha bir plan o'qishmamdi, ya'ni shuning tayyorligi. Shunda bo'lishi mumkin, chunki ayni vaqtda shu bir qism Xitoy tadqiqotchilar Xitoyning yana bir poytaxtini mush nemiga qurish tashabbusini qilgan Ko'rliga. Bu burun bir qatim bo'lgan. Xitoyning yana bir poytaxtini Ko'rliga yo'tkab, nima nechinchilari bo'lgan ishlar u Ko'rliga yo'tkash. 90-yillarning oxirlarida mushulaqa Shibuda kayfa deb bir narsani qilgan bo'ldi, g'arbni taraqqiy qildirish deb. Shu vaqtda mushundaq bir gap bo'lgan, mushundaq bir strategiya o'tirib qo'yilgan. Endi bu qitimqi strategiyada bu Qashqani nima qilish, yani bu yana birisi bu strategiya Qashqani taraqqiy qildirish strategiyasimi? Yani Qashqani bu shu bo'ysundirish deylik, buni taraqqiy qildirish. Qashqani bo'ysundirish strategiyasimi amaliyotda 2010-yil bir qatim o'tirib qo'yilgan. Ular nimani Shinjanga o'xshitib Qashqani alohida rayon qilmoqchi bo'lgan. Uning tashviqi financial nima deymiz, iqtisodiy bir masalan baj bo'lsin, u bo'yicha tutmaydigan bunda ochiq free market deymiz, endi azoda nima deymiz uyg'urchasi shu shaklda erkin savdo rayoni. Erkin savdo rayoni. Ya baj kechirim qilingan erkin savdo rayoni qilish uchun Qashqani alohida rayon qilamiz deb u gap chiqib ki to'xtab qolgan u narsa. Nima sababdan bu alliqni uqmadik, bu bir to'xtab qolgan. Shu bu qaytim qilqi Xitoyning poytaxtini yo'tkash bo'lish bo'lsin yoki boshqa bir shaklda ifodalansin bu gap. Lekin bu maqsad azaldan bordi. Ya'ni bizning vatanninki ma'lum bo'yicha esa qilqi masalan mustamlikachilarning davomli qashda bir narsa bo'ldi. Ya'ni Amerikada aqtalik mustamlikachilar Amerikaga borgan chog'da Wild West deb g'arbni bo'ysundirish deydigan bir narsa o'tirib qo'ygan. Endi bu Xitoyninki Shibuda kayfa g'arbni ichish deganimi, dal shu Amerikadagi aqtalik mustamlikachilarninki indiyalarning yerini besib olib, Wild West ya'ni yovvoyi g'arbni bo'ysundirmaymiz deganga o'xshaydi amaliyotda. Buning mantiqisi mustamlikachilik mantiqisi. Endi Xitoyninki bu poytaxtini mayli taraqqiyot bir nuqtasini nimaga yo'tkaymiz, mayli Ko'rliq bo'lsin, mayli Qashqarga bo'lsin yo'tkaymiz degini amaliyotda shu yerlik xalqni bo'ysundirish, yerlik xalqni o'ziga singdirish, osmonasiya qilishdagi taktikaning birisi. Bu birisi. Ikkinchisi bu Xitoy dengizda Amerikaning kontrolligida. Dengiz qatnashi dunyoning Amerikaning kontrolligida. Bular Amerikaning kontrolligidan qutulish uchun amaliyotda mushaliqi bir yo'l bir balbaq bir yo'l deganimiz Amerikaning kontrolligidan qutulish uchun bo'lgan narsa bu. Ya'ni bular
dengizga nimani setib oldi 99 yillik o Pokistondagi Guadiaporni. Ondan bu Guadiapor orqali nimaga chiqmoqchi bo'lgan chog'da Amerika kontrolligidagi Tinch okeandan qutulib bular. Biroqlar shu Guadiapor orqali nimaga o'tib, Hind okeaniga tushib, ondan bular mandaq bevosita nimadan arilib keldigan Singapurning ostidan Malakka o'zining arilib o'tadigan yo'lni qisqartib bular zavodlarni bizning shu vatanga qurib, Sharqiy Turkistonga ondan mahsulotlarni bevosita dengiz yo'li orqali dunyoga setish Guadiaporda. Bu birisi. Ikkinchisi quruq yo'l orqali Turkiyaga tutishib, ondan Turkiyadan dunyoga setish. Din iborat bu taktikalarni tiziltib o'tadi. Buningki masalan shu Wang Yi'ninki yaqinda Turkiyaga kelishining sababi shu. Ya'ni Turkiya bilan anglashib, O'rta Osiyoninki Xitoy o'zining mahsulotlarini emas, O'rta Osiyoning mahsulotlarini İran, Pakistan, Afg'onistonning kon mahsulotlaridan tortib o'zi sotmoqchi-da ularni. Ashloq vakolatdan echib, ashloq vakolatdan o'g'irlab, pulab, ondan buni shu birisi Pokistondan, birisi Turkiyadan dengizga ulashtirib, dunyoga sotmoqchi buni. Shunda bo'lgan chog'da mayli Pokistondan dengizga chiqsin Xitoy, mayli Turkiyadan dengizga chiqsin, Sharqiy Turkiston strategik jihatdan intayin muhim. Shu mishaga mayli poytaxtdan o'tgandu, mayli iqtisodniki taraqqiyot bir pishangni aşağıya quramdi. Bu Xitoyninki taktikasiga uzun yillik plani tamamen uygun bunun nemisi. Tamam. Sel timidan biraz chatnab ketdik. Yana kiramizmi shu? Bu timlarmi muhim? Ha. Yana birisi shu bizning shu qirg'inchilikqa duch kelishimizning bir sababimiz shu amaliyotda. Xitoy bu yerda bir bexatar rayon barpo qilmoqchi. Asli bu rayon Sovet ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi bir buffer zone deydi. Bir nima rayonda, orliq rayon asli bu. Shu Xitoy toki 92-yil, 97-yilgacha bu yerni ochmagan. 98-yil g'arbga chishdigini oyadagi Sovet ittifoqidan iborat kuchli dunyoviy imperiya yo'qolgan ekan, bu bizning vatanni o'tirdagi orliq rayon qilib tashlab qo'yishning hojati qolmadi. Olmagandan keyin anda bu Xitoy nimani o'tirib qo'ydilar? G'arbni echish degan taktikni o'tirib qo'yib, ondan zulm shundan keyin kuchaydi bizdanda. Qachonki Xitoy aşağıda o'zining kuchini kuchaytirib, bizning vatan orqali O'rta Osiyoga, O'rta Sharqqa, dunyoga echilishni qaror qildi. Shu kundan boshlab biz zulm kuchaydi. Endi hozirgi shu qirg'inchilikmi dal Xitoyninki O'rta Osiyo, O'rta Sharq ve bu O'rta Sharq orqali dunyoga chiqish, dunyoga echilish orzusininki ta'siridan bo'lyapti-da, qor niyatining kamdi. Shunda bo'lgan chog'da hozirgi shu biz ko'rayotgan bir qism Uyg'urlarninki xuddi hech narsa bo'lmagandek, xuddi hech ish beshiga kelmagandek, xuddi 16 yilning yog'izi hech narsani ko'rmagandek, tuttu Urumchiga safar qilishi dal Xitoyninki aşı rayonda dunyoga bu yer bexatar, bu yer hech bo'lmadi, biz hech qilmadik amaliyotda. Bu yer hech bir bexatar rayon. Masalan, dunyo bütün Xitoy sayohatchilarini vatanga taklif qilib Qashqar shahrini masalan 5A sayohat rayoni qilib bekitib etdi. Xitoyning maqsadi nima desa, yolg'iz Uyg'urlar emas. Maqsad u emas, bütün dunyoni taklif qilish. Yerdeki Uyg'urlarga bo'lgan pasport cheklimasininki cheklimlarning bekor qilinishi hargizmi Uyg'urlarni ko'zatmas, bütün dunyoni ekemoqchi asl maqsad. Bütün dunyoni biz bu yerda Uyg'urlar zavod ishlayotdi. Turma kirganlar terrorchi, jinoyatchi. Mana bu yerda noyat normallashdi. Deganni ko'rsatish uchun bu taktikni o'tirib qo'ydi. Endi buningga bizning bir qism qarindoshlar buningga mos holda o'zininki bir uzoqdan beri qonmagan orzularga qondi. Endi shularga masalan shu vatanga
berib kelayotganlarga so'zingiz bormi? Ya'ni bu qanday hem so'zingiz hamda bu insonlarga qanday muomala qilish kerak? Buni manda deyli. Alılan bu adamların kanda beriyotganligini düşüneyle biz. Okay. Undaqda bu insonlar qanday beryotidi? Kanda beriyotganligi bilan. Bu Xitoyda bir narsa bor. Maxsus shu chet eldagi Xitoy fuqarolariga qaratilgan siyosatda 3 o'rin ega buningga. 3. Birisi Xitoy muhacirlar ishxonasi bor. İkincisi tashqi ishlar ishxonasi bor. Üçüncüsü Tongrenbo deydi. Birleksep ishxonasi bor. Birleksep ishxonasi Kompartiyaga tabi. Yani Komünistik partiya sistemasiga tabi. O tashqi ishlar bilan muhacirlar ishxonasi ma'muriy organ bu endi. Bu üçüncüsü deganiniz bu United Front deganmi? United Frontline. Şu. Tongrenbo degan shu. Endi bularning tilda bir narsa bor Xitoyning tilida. Bular chet eldagi Uyg'urlarni gap anglitishni, ularni o'ziga tortishni, ularni o'zining gumochisiga aylantirishni Tongren deydi. Masalan, agar seni bo'lib qo'lga keltirmoqchi bo'lsa, seni Tongren Duyshang deydi. Bu degani sen bizningki qo'shib olish obyektimiz, yavaşlash obyektimiz, ko'ndirish obyektimiz degan gap. Hem bular bu chet eldagi Uyg'urlarni ko'ndirish uchun şu muhacirlar ishxonasi, andan bu nima, bu tashqi ishlar ishxonasi, andan bu nima, birleksep ishxonasi, andan yerlik soqchilar birga ishlayotdi hozir. Oldindan yerlik soqchilar ular bilan aloqa qildi. Aloqa qilib, ota-ona bilan kurashtirib qo'yamiz deydi. Ota-onasidan kurashtirib qo'ydi, urug' tuqqanlar bilan kurashtirib qo'ydi. Undan keyindan ularning ishi tugaydi. Ondan muhacirlar ishxonasi yoki tashqi ishlar ishxonasi yoki birleksep ishxonasi o'tirg'i chiqadi. O'tirg'i chiqib, sen kelsa, sen kelgan chog'da o'zingni tashviq qilsa. Kelishdan burun tashviq qilmaysan. Kelgandan o'zingni tashviq qilsa. Urug' tuqqanlaringmi bizga vakolatdan sen tashviq qilib berdi. Shundan biz bu yerda Uyg'urlarning hayotida hech qanday ish bo'lmadi. Ular xalqqa vaqti kelsa, xohlaganda kesib bo'ladi degan bir siyosiy maqsadga yetimiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Masalan, eliqi taqilgan 16 yildan keyin vatanga qaytgan qizninki videosida manda bir narsa bor. Eliq ochisi deydi. Qiz bu singlimning oldiga xochov do'stlar chiqibdi deydi. U nim degan gap bu? Degani muhojir degan gap. Muhojir degan gap. Endi bu muhojir degan chet ellik odam muhojir bo'ldi. Odam o'zining davlatida o'zi muhojir bo'lmaydi. Xochov do'stlar chiqibdi degani, a qiz ayada xochov bangong'ishli odam chiqibdi demay, a gapni chala deb qo'ydi asli. Odam Urumchilik muhojirlar ishxonasining odami. Ular akaga gul va sovuq yig'an gul. A gulda nimning xiti bor? Muhojirlar ishxonasining bir parcha bog'iqchisi bor oningda. U mu ko'rinadi? Men buning hammasiga diqqat qildim, nimning nim bo'layotganlik. Ondan bu qiz o'zidan bo'lgan emas, eri bilan bo'lgan. Lekin eri av tashviqotga aralashmagan. Qiz deydi, men 16 yilga ko'rmadim, singlim bilan inimni kutib oldim deydi. Singlim degani o'zining singlisi, inim degani qaynonasi-da. Ayada qaynonasi bu Tongren Duyshang bo'lmaganlik uchun, ya'ni ko'ndirilmoqchi bo'lgan mol bo'lmaganlik uchun uning teshiga tashviqotga qatnashmagan gap. Lekin uning ichida o'g'ilmi bor. O kelganlarning ichida. Endi bular bir nihoyatda tafsiliy o'rinlashtirilgan bir ko'rinish. Bu ko'rinish yangi boshlangan chog'da mundaq boshlangan. Dastlabda vatandan bir qism odamlar shu nimadan chiqiblam ishlashlar boshladi, poyezd stansiyasidan chiqdi. Ular men hozir qizim Turkiyaga borman. Bu yerdan Amerikaga borman, Yevropaga borman, Yevropadan qaytib kelib, Amerikadan qaytib kelib, yana Turkiyaga uchaman. To'g'ri. Dedi. Bu dunyoga nima mesajni bermoqchi, nima uchun bermoqchi desa, qaranglar, Uyg'urlar chiqa oladi bu yerga. Ondan chiqolmaslikning sababini u tashviqotchi nimaga bog'ladi desa, korona olib ketib chiqolmagan-to'q. Endi korona tugadi, endi chiqdi-to'q deydi. Endi u nimaning tashviqotini qiladi desa, Uyg'urlar xohlaganda chiqa oladi deganning tashviqotini qiladi. Endi bu qizning tashviqotini qiladi desa, yo'q, xohlaganda kela oladi deganning tashviqotini qiladi.
Bu ikkilisi bir-biriga paslashgan, bir o'rinlashtirilgan tashviqot endi. Endi bu o'rinlashtirilmaganlar bormi desa bor. Bir qiz 2000 bu yil 1-oyning o'ttirlarida Gollandiyadan Xitoyga ketgan. Bu qiz Korlidan ketgandan keyin bu qiz borgandan keyin shu aeroport stansiyasidan tekshirib nima qilibdi? Soqchilar nimaga telefon qilibdi uyiga? Uyiga telefon qilganda soqchi kelib aytibdi. Ondan uyda turibdi, lekin pasportni olib olibdi soqchi. O'ylab sirtli aloqani butunlay cheklabdi. Shuning bilan bu qiz sirtli aloqa qilisholmay uyda yo pasport ololmay 3 oydan ortiq turib qolibdi. Turib qolgandan keyin menga birilar yetkazib bu xabarni. Yetkazgandan keyin men tweet qildim. Mushta bir Uyg'ur qiz manchini ketgan, undan keyin Xitoyda yo'qolib ketdi. Deb tweet qilib uxlab qolibdimi? Qopsam atganda bir telefon qildi. Voy pasportini beribdi, endi o'chirib bersangiz deb. Pasportini berdi, o'chirib etdim, u qiz qaytib keldi. Hozir Gollandiyada yashayapti. Endi masala nima desa, agar anda tunjan bu o'rinlashtirmagan, ya'ni birlik ishxonasi o'rinlashtirmagan, muhojirlar ishxonasi o'rinlashtirmaganlardan bag'anlar bor. Lekin ularning bag'anlarining ahvoli biroz farqli endi. Ularningki ko'rganlarim biroz farqli. U qiz kelgandan keyin degan gapi, men ikkinchi qaytmayman degan yer kelibdi endi. Ikkinchi qaytmayman. Ya'ni uydan shu 3 oygacha uydan taloq chiqamabdi. Tuqqanlarim kelib ko'rishgani kelamabdi. Ya'ni biz ko'rishgani kelsak, bizga bir balasi, bir xatiri kelib qolarmi deb. O'zi tek chiqamabdi. Nazarband bo'lg'achqa. Shuning bilan bu ish shu shaklda oxiri hal bo'lgan bo'ldi endi. Ondan bu berayotganlar haqidagi gap yomon jiq. Mayli Amerikada bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, berayotganlar haqida gap jiq. Lekin berayotganlar kishilar mubolag'a qilgandek uncha ko'p emas. Chunki men bag'onlarni ko'rdim. Hatto berib qaytib kelganlarni ko'rdim. Turkiyada ko'rdim, Yevropada ko'rdim, Amerikada ko'rdim. Ular o kadar jiq emas. Yani birisi o berib kelganlarning hammasimi bak bir xoin munofiq deb ketgandekmi emas. Hammasi undaq emas. Ular chiroyli gap qilib, ya'ni ko'rgan bilganlarini deb berdi. Yo'q, ular bir odam xoin munofiq bo'lsa boshqa odam bilan ko'risholmaydi u. Ondan ko'rgan bilganlarini demaydi u. Xoin munofiq degan qanday bo'ldi desa, oshkor berib Xitoy Kompartiyasiga chiqib Xitoy Kompartiyasining tashviqotini qildi. Mesela hech qanday bo'lmabdi, yolg'onken Uyg'urlar yolg'on so'zlatdi degandek. Masalan bu lagerdan chiqqanlarmi bor? Chet elliklar bilan to'y qilib, Gollandiyalik, Daniyalik, Kirmanlar bilan to'y qilib, u yerda lagerda yetib chiqqanlarmi bor? Lekin shu chiqqanlarning hech qaysi qo'pab lagerda zulm yo'q ekan, vatanda zulm yo'q ekan degan demidi. Hatto Turkiyadan bor kelganlar. Albatta haqqirat tutilmadi, lekin ular batlıqım ötüp almadı. Yani Uygur taraf tutulmagan bilen Xitay taraf kim ötüp almadı. Yani Xitay'nın bu hilesi rol oynaydı. Hem başında kılamdı natay. Çünkü men bu milletninki o kadar vicdansız, o kadar münafıkan hareket kıldığanlıqı işenmeyim. Bağalların içinde bir kısımda çıkıdı. Aşında aşkar teşvik kılıp, aşkar köz kılıp, ondan özününki ne kadar Xitoyparast ekanligini dunyoga ko'z tutishni chiqdi. Lekin bundalar yanala shu birisi chiqibdi shu vaqtcha. Balki bir qanchasi chiqqan, lekin hargizmi biz gumon qilgandek top bo'lib berib bu yerda Xitoyning tashviqotini top qiladigan holat menimcha mavjud bo'lmaydi. Ikkinchisi, vatandan chiqayotganlarmi shu vaqtcha shu bir Turkiyada qizimni ko'rgani keldim degan odamdan boshqa tig' bir odam chiqib men sog' salomat chiqib mushayda nima qilyapman degan gapni demidi. Ular chiqqan ichida ekscha Xitoyning zulmlarini anglatib, anglatish tayyorlik qilib, guvohlik berib, muxbirlarning ziyoratini qabul qildi. Shunga men buningda xalqlarning bu qadar bak nima ketishini jiddiylashib, zot menga telefon keldi, voy, hatto deydi Gollandiyada 1000 odam ketibdi deydi. Ki toza nemesi to'liq emas kishilarniki. Gollandiyada eshib ketsa 2-3 ming odam bordi. 1000 Uyg'ur ketsa Gollandiyada Uyg'urlar quruqlab qolmamdi. Nereden da gap bor? Biz unda cho'ng o'ylab olmaylik, bizning sonimiz
bu dünyada unchuk emas. Hmm. Amerika'da unchuk Uyg'ur yo'q, bu nimada unchuk Uyg'ur yo'q, Yevropadami. Faqat biz o'zimiz Uyg'ur bo'lg'achqa ko'zimiz Uyg'urni ko'rdi bir yerga borsak. Hmm. Bu dunyodagi nüfusning ichida bizning nüfusimiz u bo'lib chet ellik nüfusimiz jiq emas. Chet elda Tibetni bizdan jiq, Mo'g'ul bizdan jiq, Qozoqni bizdan jiq. Chet elda emasdan-da, chet ellik nüfus. O'zbeklar bizdan jiq. Biz shu davlat va millatlardan oz, bizning nüfusimiz oz. Shunga bu oz nüfusdan u kadar jiq odamning ketishi siz bilemagidek ish emas. Hammadan bildi bu narsani, ham bilib qoladi buni. Shunga bu ikkinchisi Uyg'urlar u kadar masalan bu qirg'inchilikni boshdan kechirib, bu 7-8 yillik judolikni, hijronni, azobni boshdan kechirib, hammani pak-pakiz unutib, kompartiyaning quchqig'iga o'zatadigan u kadar rezil, u kadar nachar millatni emas. O'zimizning avval o'zimizga ishonaylik, o'zimizning bir vijdonli inson ekanligiga, o'zimizga ishonsak, xalqni ko'zimizga ishonchli ko'rindi. Mesela yani bir kardeşimizin yazıptı. Mesela qaysi işençmeme öken sordum. İlk mesela tamam bir vatkan lekin qanda işini tiçaman sağ-salamet qaytıp kelgidek bu nereden keldi? Ben tekşirip baktım bunu. Birisi ola şu Amerika, Avrupa devletlerden bardiken bula. Türkiye'den bağlılar ümekulup bardiken. Türkiye'den Xitayperver teşkilatlı var. Türkiye'de Xitayperver Mavil Sadık Buğra, nima Sadık Buğra emas? İsmi nima? Aylık Buğra degan adamning mi? Şu adam artık. Bu hazır yalnız emas. Raqabetçileri var hazır. O pastını, o tortunu yeyimiz devatkan 4 teşkilat var benim iniq bildiğim. Belki ondan misal çıkartmış mümkün. 4 teşkilat var. Şuların hammasi nəhayət bəs-bəsdə bu köndürüş nişanlarını toğrulavatıdı. Hem Uygurlarını oğulavatıdı o sırtta. Yani bizimle birlikte basan bizin saxlamat aparmız deb. Yani Türkiye'den biri vatqanlar asasen mening bilishimcha butunlay ömek bilan bağlanlar. Bu Avrupa, Amerikadan biri vatqanlar var. Bular ömek bilan emas, o'zi bağlanlar. Bular nima ishinib bordi desa, bular qo'lidagi Amerika pasportiga, Kanada pasportiga, Yevropadagi pasportiga ishinib bordi. Ondan bular berishdan burun, mening anglashimcha, davlatininki tashqi ishlar ishxonasida aloqalashgan, ham shu davlatininki Xitoydagi elchixonada aloqalashgan. Shulardan nima olgan? Kapolatga yaqin bir narsa olgan. Bu bilan bog'lan. Endi biz bu xalqlarga ko'rinmay bog'langan deyapmiz. Emas, xalqlar ko'rinmay bog'lanadi. Endi xalqlar ko'rinib, davron qilib bog'lanlar, ular albatta u yo'ldan emas, muhojirlar ishxonasi, tashqi ishlar ishxonasi, birlik sep bo'limi, yerlik soqchi degandek organlar bilan moslashish bilan bog'landi. Subhanallah. Endi ba'zan siz abaydab o'tib ketdingiz, masalan, shu beyratqanlar masalan xoin munofiq emas debchi. Endi menga nisbatan garchi u xoin deymiz mesela Qur'oni Karimda bir xoin munofiqning bir descriptioni bor, bir aytilmasi bor. Lekin ashlarning berib kelishning o'zi bir data. Masalan, Xitoy keyin Yevropa davlatlariga, Amerika davlatlariga ko'rsatib, manchi son Uyg'ur keldi, katta deb ko'rsatish uchun bo'lsa-mi bir qurol qilib ishlatib adını bolsun bir. Ben sözlerinki belki iniq işletilişini şu ma'noda işletilishini umid qilaman. Mesela xoin degan bu arab söz, xiyonatin keldi bu. Bir adam xiyonat qilsa xoin bo'ldi. Uyg'urlarga xiyonat qilish uchun u Uyg'urlar zulmga uchrayotgan chaqda Uyg'urlar zulmga uchramayotdi degan bo'lish kerak. Buni xoinlik deymiz. Uyg'urlarning orzusiga, Uyg'urlarning realligiga, Uyg'urlarning kelajagiga xoinlik qilsa, uni xoin deymiz. Endi bir odam yo'shirun, hech kimdan so'ramay, hech kimga demay, ota-onasi berib ko'rab kelibdi. Endi uni xoin desa, nimani sotganlik uchun xoin, nimaga xiyonat qilganlik uchun xoin. Lekin mening deganim hargizmi bularni ayblamayli deganlik emas. Albatta ularning sonining ko'plishi, chunki Uyg'ur tilida bir gap bor, uruk-urukni kes olib o'pdi deydigan. Ular birsi borsa, bexatar yenib kelsa, ikkinchisi bordi.
İkincisi olsa üçüncüsü bardı. Bu ahırda bir naçar tesir payda kılıp kişilerninki iradesini suslaştırdı. Bu birisi. İkincisi Xitayning qo'liga bana bo'lib turdi. Uchinchisi Xitoyninki xalqaro yig'inlarda, xalqaro axborotlarda bizning yuzimizga kachat qilib urishiga sharoit yaratib turdi. Buni ikkisini ayirish kerak bu narsani. Endi albatta bo'lgan odamlarga biz masalan bir tadqiqotchi bo'lishimizdan shundaymiz. Siz agar Xitoy tashqi ishlar ishxonasida aloqa qilib bo'lgan bo'lsangiz, bak diqqat qiling, bu josuslik kirdi. Siz turayotgan davlat sizningki kimlar bilan aloqa qilayotganligingizni telefon shirkati bilmagan bilan davlatning bexatarlik organlari bor. Ular biladi sizningizni. Buningga diqqat qilib qo'yish kerak. Ya'ni Xitoyningki tashqi ishlar ishxonasi, birlik sap ishxonasi, yerlik soqchi deganlar bilan to'xtamay aloqa qilayotganlar ertaga fuqarolikdan chiqib ketib qolsa yoki deport qilinib ketib qolsa, chegaradan chiqib qolsa yoki nazorat qilinib qolsa, buni hargizmi Uyg'urlardan ko'rmagulik bo'lganligini. Buni siz Xitoy tashqi ishlar ishxonasiga aloqa qilsangiz, ya'ni Xitoydagi dadangizga aloqa qilsangiz o'zingizning erkinligi, lekin Xitoy davlati bilan savdo qilsangiz, buning ziyonini o'zingiz tortasiz. Mushunda savdo qilayotganlar bor, men bilmay savdo qilayotganlar. Ular atalmış o'zininki qizini, dadasini, onasini chiqmoqchi. Davlatga chiqib ko'rash demoqchi. Men shular deb qilayotganingiz qonunsizlik. Siz buni Xitoy davlati bilan deyishyapsiz. Norvegiya fuqarosi, Gollandiya fuqarosi, Turkiya fuqarosiningki Xitoy davlati bilan muloqotda bo'lishi, Xitoy davlatining bexatarlik organlari bilan muloqotda bo'lishi bu qonun xilop beshingizga balo kirdi. Ma dunyoda qonun degan narsa bor, bu xatarlik narsa. Endi yana bir qismlar nima qiladi desa, ota-onam bilan kurashtirib qo'ydi ekan deb to'rdagi Uyg'urlarningki namoyishning buning suratlarini avatib turib o'tibdi. Banisi nima desa, to'rda banasi u deb. To'g'ri, u to'rda banasi. Lekin to'rda banasini shu to'r erkin davlatniki, ya'ni Norvegiyadagi, Kanadadagi, Amerikadagi do'stingizga aytsangiz, u sizningki normal ishingiz. Uni Xitoy soqchisiga aytsangiz, u qonun xilop. Sizning to'r dunyosida to'r degan gap yolg'iz internet emas, siz chiqib qolgan to'rmi shu. Davlat to'rni keng qo'yib o'tib, siz nima ish qilayotganligingizni biladi. Panolik tilagan chog'da bir qism bolalarning panolik chiqmaydi, hem chiqmaydi, hem so'zlab ketadi. Nima uchun desa, ular shu o'zininki Facebook hisobida, WhatsApp hisobida, Signal hisobida burun ba'zi qonun xilop uchurlarni taqatgan. Buni odatda hech kim tekshirmaydi. Lekin shundoq fuqarolik qabul qilgan chog'da, panolik qabul qilgan chog'da bu narsani tekshirdi. Endi mush vatanga borimiz, vatandagilarni ko'rimiz, da'vatqillarningki soqchi bilan qilayotgan aloqalarini esingizda bo'lsin, shu davlatdagi bexatarlik organlari biladi. Faqat buningki jinoyat shakllanmaganligi uchunla sabr bo'lishi mumkin. Lekin bu jinoyat shakllantirsa, sizni to'rga kirgizadi. Xuddi Erkin degan qozoq bola Germaniyada turib, yana bir Xitoy demokratga ta'dis qilganlik uchun tutilib turmaga kirdi. Faqat maxborot oshkorlangani, axborot oshkorlanmagan nima ishlar bor, biz buni bilmaymiz. Shunga aloqa qilishib, Xitoy tashqi ishlar ishxonasi bilan, muhojirlar ishxonasi bilan soqchilar aloqa qilishib, vatan bormiz da'vat qildilar. Keyingi o'zingizning davlatidagi nopos fuqarolik ishlaringizni o'ylashib qo'ysangiz bo'ldi. Bay degandek, bu vatanning ichida turib chiqayotganlar bor, masalan, qutulib chiqqan, bularga qanday muomala qilish kerak? Chunki ba'zilari biz angladik, kap jimni turib Uyg'urlar bilan aralashmay o'zining ishini qilyapti, aralashganlar bor. Bular qanday muomala qilish kerak aka? Menimcha bularni oldi bilan menimcha bir normal bir inson oldi bilan xo'shvo'si bo'ldi. Vatandan bir Uyg'ur chiqsa, bir Uyg'ur emas, bir inson chiqsa, oldi bilan xo'shvo'si bo'ldi. Bu birisi. Endi uning u josusmi, ishbimi degan narsani qaror qiladigan biz emas. Agar gumoningiz bo'lsa, gumonlik yeri bo'lsa, u davlatning soqchisi deb bir narsa bor.
saqchi organlarga deysiz, bexatarlik organlarga deysiz, ularning ishi u. Endi hech qanday asossiz bir odam vatandan chiqqanlik uchunlam jasus xoin munofiq bo'lib ketib qolsa, bu bek azam bo'lib ketadi. Unda hukmlarni başan qilmanglar. Unda chiroyli bir nafrat hukmni pahal qilib, xalq anglasam g'azablanmaydigan, qirg'i kelmaydigan, pisandik bo'lmaydiganlikni ayib qo'ymanglar. Buni da'vasak, masalan, ba'zi gaplarni asossiz, xalq oxirida buni xudoylikqa qo'y kala degandek anglab hech qanday parvo qilmaydi. Asosi bor deyli, shu gapni degandikan, shu gapga loyiq muomala qilaydi. Xalqni xoin deb qo'yib, uyda o'tirib tamoq yeyverdi ekansizlar. To'g'ri. Bu nima gapinglar? Degandikan gapinglar egolab, chakchigira ajratib, saqchiga ma'lum qilinglar bilgandikan. Bilmasanglar, asosinglar bo'lmasa, bekadimni tuhmat chaplab, xalqning inovatini to'pmanglar. Har bir insonning inovati Makkadan ulug', musulmonning inovati. Qanday odam siz Makkadan ko'z qilmaydigan? Shunga oldirab bunday bir odamga xoin munofiq demaslik kerak. O vatandan chiqqandan oldin bag'riga besish kerak. Balkim Xitoyning gapini anglab, ma'qul deb chiqqanlarning qalbi berib biz tarafga o'tib qolishi mumkin. Masalan, Xitoy chiqqan birisi bo'lishi mumkin. U Xitoy chet eldagi Uyg'urlarni terrorchi, qotil, u bu degan bo'lishi mumkin. Siz chiroyli bag'ringizga besingki, u Xitoyning qo'ynidan chiqib bizning qo'ynimizga o'tsin. Nima deb biz bir odam chiqib bo'lg'ich uni yeklab, cheklab, oramizni ittirib, shu Xitoyning qishida tutmasa, Xitoy taraf tutmasa, yashamaydan qilib o'tamiz. Bağrınızı bassanız, onun ayıplarını görələyəsiniz. Çətlirsiniz, yeklirsiniz, nemisini görələyəsiniz. O texmisi yamanlıqlı ihtimalı şukur oldu da onunki. Bir adam yeni bolsa, onun geplerden, kılıklardan, huylardan siz nemi adam, kandak adam, nemiş kılık degeni bilələyəsiniz. Arığı anmağanca, çekligençe, onu siz Xitay cemiyetiga, Xitay işbirlarınki qatarıga, yoki Xitay pirasanın qatarıga ittirib etken bolsunuz. Şu menimce, oldan ularni bağrına besiş gerek. Yardım qilish kerak, yo'l ko'rsatish kerak. Nima demasdan bir ezib-tezib, ma'qul ishlay deb qolgan bo'lsa-mu, chiqqandan keyin bizning mehr-muhabbatimiz sababidan erib, Xitoy tarafga emas, biz tarafga ishlaydigan odam bo'lib kelsa, uning nari yomon. Bu xuddiliqi o qaynishimizning ismini unutib qoldim, millaqi bu Xitoyga shpionlik qilib Istanbuldaliqi urildi ya. Azıcık yetyaptır. Şu qaynashimiz o'xshashmasdan demakchi. Yusufjongo deymizmi? Yanlış. İnşallah Allah tezden şifa bersin. Albatta, unda balla xilba bir emas, unda balla bir mening bildiğim 5 atrofida. 5 balla. Hammasi o Xitoy gerçi ondan da chiqqan bilan oxiri Uyg'ur tarafga o'tib, Uyg'urlarning aktivist faoliyatchilariga aylanib ketdi. Ya'ni biz bir insonning nimasini qalbini ko'rolmaymiz. İnson masalan ba'zi muhitda ba'zi ishlarga ma'qul deb qolgan bo'lishi mumkin. Yoki Xitoydan chiqib olish uchun ma'qul degan bo'lishi mumkin. Masalan, Mehmet Tursun Ömer Xitoydagi ma'qul degan, ishlayman degan, keyin kimga ishlardan chiqib bizga ishladi. Ya'ni lagerlarni anglatdi, hamma yerda BBC'ga chiqdi. Nurg'un yerlarda Uyg'urlarning davosini atalmış o'zini bir qism alomat mustaqilchi yoki alomat millatparvar deb atqanladimi, yaxshi anglatdi. Shunga aylab masalani biz eg'izdagi gapga emas, qilgan ishiga, amaliyatiga qarasak bo'ladi. Shu amaliyat etildigini bizning muhabbatimiz, sevgimiz, bizning qo'llashimiz albatta. Biz mushu ahvolni bizning da'vorimizga ta'sir ko'rsatdi, yomon ko'kdi deb da'vatimiz hamdan yozmalarda, mushu videolarda. Lekin buni o'zimizning foydasiga qanday aylandira olamiz? Foydasiga aylantirg'ul bulamdi. Paydaga aylandığıl buldu. Birisi insanlar bir işini mesela deyli vatandan bir adam çıktı. Çıkıp onun belki köңlüde baştan geçirgen nurgul işleri var. O işini dep bir işini bek halaydı. Lekin etrafındaki kişilerge işenmeydi. Çünkü bir insan bir yat muhit çıkkan çağda özünün bexatarlik tuygusu bek tüvelep gidiyor. Adam özünün bexatarlik tuygusu tüvelep ketken çağda hergizmi meydanga çıkamaydı, hergizmi ünlük sözleyemeydi, hergizmi özünü namayan kılamaydı. Muşu çeteldeki Uygurlarınki bir kısımlarda bir özgü boğan işenç aciz boğaçqa karış tarafkimi işenmeslik bilen muamele kıldı. Eğer hem de şu çıkan kıyırındaşlarımız
yangi chiqqanlar ashundaq o'ziga ishonchsiz odamlarga uchrab qolsa, ularning chatik qiqishiga uchrasa, balkim ular rost gapini demaslik mumkin endi. Ularni rost gapini deydigan qilish uchun oldindan o'zimiz rost gapimizni deyish kerak. Ularga. Bo'lgan ish bu yerda miyagicha. Senin ko'rganlaring bu yerda miyagicha. Endi sen buna desang, biz masalan deyli, sen lagerda yetib chiqqan bo'lsang, lagerdagi kechmishlaringni desang, biz buni chiroyli doklad qilib yezib, davlatga sunsak, bu davlatninki Pistani qonuni loyihasiga foydasi bo'lishi mumkin, yoki Xitoyning Pistani shirkatini cheklashiga foydasi bo'lishi mumkin, yoki lagerlarda yetayotgan Uyg'urlarninki azob oqibatlarini dunyoga anglatib, shularning burroq qutulishiga foydasi bo'lishi mumkin deb yaxshi tushundiramiz uni. Bu chiqqan odamning lagerdan aytib berganlarini anglab, sening deganlaring yolg'on ekan, yoki sening deganlaring oddiy ekan, yoki sening deganlaring undoq ekan, bundoq ekan, yoki sen uni bilmaydi ekansan, bunu bilmaydi ekansan, u mandaq emas, mandaq desa, yoki gumonlansa, yoki chetib qolsa, u odammi o'zining ko'ngligini demay bo'ldi bu ishlarni qilmaydi deyish mumkin. Ikkinchisi, chet eldagi bir qism Uyg'urlar, men bu hayron qoldim. Bo'libmi shu 2022 yildan keyin bak ümidsizlik ig'ir ekan. Bu ümidsizlikning ig'irligi birisi o'zining millatiga bo'lgan ish emaslik. Ular deydikinki, Uyg'urlarda xoy munofiqchiq, Uyg'urlar zulm qarshi turmaydi, Uyg'urlar uni qilmaydi, Uyg'urlar buni qilmaydi. Xuddi chet eldagi 100 ming Uyg'urning hammani ko'rib chiqqandek. Ya Uyg'urlar unda qilmaydi deyishdan burun sen qancha Uyg'urni tekshirding, qancha Uyg'urni ko'rding? Men Norvegiyada 2 ming atrofida Uyg'ur bor. Mening shu vaqt ko'rib baqqanlarim 50 atrofida. Qanday bo'lib men Uyg'urlar mandaq deya olayman? 50 Uyg'ur qarab. Unda bo'lmaydi. Uyg'urlar undaq deyishdan burun sen necha Uyg'urni bilsan, necha Uyg'urni tekshirding, nimaga asosan desa deymiz. Shunga chet eldan chiqqanlar siqib Uyg'urlarning qo'lida ish kelmaydi. Uyg'urlar undaq, Uyg'urlar bundaq desangiz, yangi chiqqan odamning ro'yi biroqlashib ketadi. Yangi chiqqan bir baldan mening ko'rashdim, yangi chiqqan bir baldan guvohlik berdi, men guvohliklarini chiroyli oldim. Shu balning deyishida mana deydi. Vatansizlik Uyg'urlar, vatandek Uyg'urlardan bak umidsiz ekan. Sizlar zulm ko'rmay turib izlab ketibsizlar. Biz zulmning ostida turib, sizlardek izlab ketmadik deydi. Subhanallah. Yani mesele nima desa, vatandan chiqqanlarga siqib tashkilotlarning qo'lida ish kelmaydi. Dunyo qurultiyi avtonomiyachi, Pistani uchi, Pistani buchi, Abduli munofiq desangiz qo'pab, "Voyo, biz vatanda cho'ng bo'lgan odamlarning hammasi quruq ketgan-ku. Bularning hammasi jambaqti o'rqaroqchilik ekan-ku" deb ichidagi rost gapnimi, ichidagi Xitoyga bo'lgan nafratnimi osti singdirib o'tib, jinni beqib umchinishi mumkin. Siqib chet elda munda ishlar bor. Amerika manchi qonun loyildi, Yevropa manda qonun chiqardi, Xitoyning manchilik cheklandi, Xitoyning manchi amaldori cheklandi, Xitoyning nurg'un shirkatlar, masalan, Bingtondan iborat eng cho'ng shirkat hozir chet elga hech qanday mol chiqaramas holi keldi Uyg'urlarning tirishchiligi sababidan deb Uyg'urlarning tirishchiligini, qo'lga keltirgan natijalarini Uyg'ur davosining dunyodagi davomli tilga ilinmasa bo'lmaydigan holiga kelganligini desangiz, u qo'pab bu ishni qilsak bo'ldi ekan deydi. Siz qo'pab Uyg'urlarning qo'lida ish kelmaydi, Uyg'urlar chidamas millat, Uyg'urlar undaqcha, Uyg'urlar bundaqcha desangiz, shuni qo'pab bunda bo'lsa, bu chidamasning qatorida menga nim bor. Bu bechora, bu yaramas odamning qatorida menga nim bor deb, umi biz taraf qo'sha olmaydi. Ondan uchinchisi, shu turayotgan davlatning afzalligini yaxshi tushundirish kerak. Bu odam kelsa, bizning dinimizni yevolmaydi, ishimizni yevolmaydi. Bu davlatga bir Uyg'ur kelsa, u o'zining nasibasini, o'zining rizqini Alloh taolo rizqimizni dunyoning hamma kichib etgan. Hamma odam yesakmi, o'zimiznikini yeymiz, bir kimnikini yevolmaydi. Unda bo'lgandan keyin ish fursatlarini panolik iltimos sundigan bo'lsa, panolik iltimos sundigan, ya'ni advokatlarni chiroyli tunishtirib, ko'rsatib, qarindishim kel, mundaq ishlar bor deb qilsak, buguni demas, ertasi demas, bir kun deb qolar insonga kelib. Biz qanday bilamiz xalqning nima deydigan, nima demaydiganligini oldindan biz shularga shu gapni digidek bir ishonch beraylik, bexatarlik tuyg'usi beraylik, bir iroda beraylikki, ondan uddusun. Shunga ayliqi qo'l yetmagan shaptul ochiq deb o'zingiz bir ishni qilolmay,
Ondan sonra hiç bulmayıvatıdı. Dep ümitsizlikni, xavfsirashlarni, qo'rqinchlarni qarshi tarafga virusdek hukul qilib olsangiz, u yangi chiqqan odam balkim bo'ldilar, men o'zimning ishimni qilay deyishi mumkin. Shunga menimcha chet elga Uyg'urlarning chiqishi yaxshi ish, muborak ish, hammadan xush bo'ladigan ish, lekin ularning biz tarafga o'tishi uchun bizning o'zimizning qanchalik samimiyat, qanchalik ishonch, qanchalik bir irodaga ega ekanligimizga bog'liq. Bizlar shularni ishontira olsak, ular bizga ishonadi. Bizlar ishonchlik manbalarni, ishonchlik uchurlarni yetkaza olsak, ular Xitoyninki qarish tarafiga o'tadi deb ishonman. Sizlar bay dedinglar, bu yangi chiqqan qaynishimiz vatan ishchiliklar sizlardimi, vatan sirdikidan dixim umidlikka, bu umidlikning manbasi nimika? Masalan, nimaga tayinib turib shunda umid var bo'ldi-ki bular? Birisi inson o'zining vatanida tug'gan chog'da bu burunqi nimalardan bak uchraydi, Uyg'ur xalq maqol tamsillardan bak uchraydi bu narsa Uyg'ur cho'chaklardan uchun. Ya'ni bu nimada odam zaminga dastlab tug'gan chog'da o'zining tuproqiga bir ishonch bo'ldi insonda. Ashtaq bir she'r bormi shu dar haqida? Darga istishlaydigan eng ig'ir jinoyatchini darga osi demdi qadimda. Odam nima uchun o'ladi desa, shu bir cho'chak tashlar deyildi. Odam darga osqanga o'lmaydi, oyig'i o'zining zamindan ayrilgach o'ladi deb. Odam darga osqanga o'lmaydi, topini yerini dasab turmag'achqa, topini tuproqini tirab turmag'achqa andi o'ladi degan bir cho'chaklar bor Uyg'ur xalq cho'chaklarida. Endi inson o'zining tuproqidan ayrilgan chog'da ishonch to'lib keladi. Bu birisi. İkincisi, insan özünün tuproqqa tug'an chog'da uning atrofida do'stya, birodarlari, qarindoshlar bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin ular garchi ularning amaliy bir ish qilib berish, qilib emas ehtimolligi ne hech kim hisoblasimi, hisob olmasimi, lekin shular bor deb yana juraylik yashaydi. Uchinchisi nima desa, u yerda masalan Arslon Hidoyat desa, Arslon Hidoyatning aksi qilmoqda. Abduvelining singlisi qilmoqda, Pustonning Pustonnasi qilmoqda. Lekin hamma odam bir tirishchilik bilan yashashga intiladi. Bir tirishchilik bilan bir-biriga yordam beradi, bir-birini yo'laydi. Chunki u bir o'zining bir tuproqning ichida bo'lg'achqa, ularda eslashlik ham kuchli bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin bu eslashlik kishilarni umidvor qildi, kuchli qiladi. Endi chet ellarda shu eslashlikni yetildirish muhimdi. Bunu biz lekin bir şeklini yaxshi qilamadik. Masalan, ba'zi kishilar tashkilotlar uyushishni xohlamaydi. Bunu hech qachon men buni ya'ni bek Uyg'urlarning aybi deb qarab ketmayman. Chunki dunyoning hamma yerida siyosat degan sarxillarning ishi. Siyosatni har qanday davlatda intayin oz odam qiladi. Bu Uyg'urlar emas. Hamma yerda siyosatning ishini oz odam qiladi. Ko'p odam unsiz ergishadi yoki unsiz yordam qiladi. Endi Uyg'urlarning siyosiy tashkilotlarga uyushmasligi bu Uyg'urlarning masalasi emas, dunyoning hamma yerida shundoq. Endi aksida biz chet ellardagi Uyg'urlarni bir yesdoshlik ichida, bir birodarchilik, bir qarindoshlik ta bir yerga yig'ish uchun asli siyosiy bo'lmagan bir nimamiz bo'lishi kerak. Bu bat asli mashrab batdi. Asli mashrabimiz hamma shaharlarimizda, hamma Uyg'urlar bayada bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlar bir mesela Dünya Qurultayının a'zosi yoki sürgün hukumatning a'zosi yoki Pustoni partiyaning a'zosi emas, bir mashrabning a'zosi bo'lib bir yerga kelgan bo'lsa, siyosatda mustasno bir Uyg'urlik salohiyati bilan u chog'da bir histoshlik shakllandi, u chog'da Uyg'urlarning o'ziga bo'lgan ishonchi kuchaydi. Endi biz chet elda mush Uyg'urlarningki bir jamoatchiligini, bir mashrab kulturini, an'anasini bir yaxshi joriy qildirolmag'achqa bu narsa biraz aciz. Men bu Uyg'urlarni biraz tekshirib baktım Yevropadagi. Shu Germaniyadagi Uyg'urlarningki nimasi bak yaxshi ekan. Bo'lib Myunxendagi Uyg'urlarningki hamkorligi, qarindoshligi nihoyat yaxshi ekan. Nima desa, bu yer mashrab nihoyat mukammal ekan. Yoshlarning ayrim mashrab bor ekan, o'tir yoshlarning ayrim mashrab bor ekan, yashanganlarning ayrim mashrab bor ekan. Endi shundoq bir Uyg'urlarning o'ziga xos bir jamoat qurilmasini shakllantirolmaslikmi? Muhaciret Uyg'urlarning biraz ümidsizlanishini keltirib chiqargan. Umid degan gulga o'xshaydi. Biz bir yerga kelsak,
bir-birimizden puraydı bu narsa. Ümitsizlikten tap o'xshaydi. Bir yer kelsak bir-birimizga sonjildi. Şu ümitsiz adamlar bir yer kelenmeydi, bir yer kelsim chiqisholmaydi, bir yer kelsim urushib qoldi. Ümit var adamlar o'xshamagan gullarga o'xshash bir yer kelsa bir-birini puraydi, bir-biridan huzur oladi. Bu şu sorunu güldek güzelleştirip ötüdü. Şuna aylıqı biz ümitni, istaşlıkni, kıyımdaşlıkni yetildiriş için bir yerge kelişimiz gerek. Ondan bir ortak kurulma şekillendi, ortak bir nemi şekillendi, bir köngül azadlığı, köngül birlik şekillendi. Onda bunun ahirini biz davamlaştıralayız. Siyasetin asası bu ameliyette. Siyasetin asası puhra. Siyasetin asası Uygur. Bu meşrep, bu cemaatçilik bulmasa, üstlük siyasetini yaxşı qilib bo'lmaydi. Endi bizning bu chet elda qilinmaganimiz mushu bo'lib qoldi. Bundan keyin buni qilamiz deb tirishyapmiz. Meşrep projekti deb o'tirib qo'yib, sunib, buni tirishib baqdiq. Buni kelgusi amalga oshishi mumkin. Endi bizning mushu vatanlik Uyg'urlarning vatandikidimi bak, umitsizlik ko'chib ketishi bu mushu bir jamoatchilikning bo'lmaganidan. Masalan, tayoq yegan taqdirdami bir Uyg'ur yeni bir Uyg'urni ko'rsa, bana bir külümserep koysunma ruhlanıp kaladı. Çünkü benim başımda ötken bu narsa. Tayak yer, putunuzu söyleyip kırsanız, açkan bir Uygur sizinki kamerdaş gelip, çıraylık birini külümserep, şu yaranız ne? Löngün yögep, tenip koysa, bu ne siz? Her kandak doktorunun davasıdın mı? Her kandak psik doktorunun doğrularıdın mı? Ünümlük tepesi kılırsınız. Çünkü şu muhabbet, şu istaşlık, şu kızgınlık, şu yardım sizni ümitke, cesaretke, iradege ündeydi. Endi elki vatanda to'g'ri Uyg'urlar qamoqlarga kirdi, qiynaldi, azaplandı. Lekin o azaplarni qanday qilib yengib ketdi desa, şu azaplanib uyga qaytsa, hech bo'lmagan chaqda bir taqqagan aksini yoki onisini yoki hech bo'lmaganda o'zi dadisi terigan ko'ktatni yoki onisi tikkan bir yong'oqni ko'rdi. Shuning bilan buni bir umid his qildi. Endi chet elda biz yakka yegani bo'lg'achqa beshimizga bir kun kelsa, yenimizde bir Uyg'ur mu yo'q, bir jamoat mi yo'q, bizni umidlantiradigan kishilar mi? Ba'zi bor, ba'zi yo'q. Unda bo'lganlik uchun bu umidsizlik vatan sirtidagilarda, vatan sirtidagilarda vatandagiga qaragancha biroz ig'ir deyilishning sababi bu bo'lishi mumkin. Mayada inkas qismida Meryem Sultan qarindishimiz ba'zi gaplaringizga qarshi veya mushta gaplar borki, o'zi hozir telefonda qaytilmoqchi, ba'zi fikrlarini, aniz savoli bo'lsa so'ramoqchi sizga. Ya bo'ldi, albatta. Asli shunday bo'lsa yaxshi bo'ldi. Cho'qim mendan meni gapimni qo'shilsam zerikib qolaman. Ikkida bo'lamiz bilinsin deb menlam yo'q bu dunyoda. Amsa hozir ovozini bog'ladimmi? Bo'ldi. Meryem, siz gap qilsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum, qanaqa ahvolingiz, yaxshimi? Men xat basqanda ham ilqitizdan gapimda bo'g'lanmagan ekan, ham xatning ilq ahang olmagandan keyin bir xil adamlar gaplarni yozsam, unda jumlamning gapilish usulini o'rganib ma'lum bildiramdi. Bo'ldi. Jumlam tunishqa bo'lgandan keyin shunga qanday qilishimni bilmay, shunda jiddiylik ketganda masal yaxshiroq bo'ldi. Istik bevosita digil bo'lgan. Güzel. Davrum. Şöyle avya dedi o bunda adamlarning xoinligi bo'lmaydi deb. Lekin men buni faqat qo'shilmayman. Chunki to'g'ri gapi nam urunliq gap yo'lliq bo'lish kerak bu anda mavzuning mashhur so'zlardan birisi. Chuqum namni va shu gapni yo'lliq qilib, namni urunliq yerga qo'yish lozim. Ammo bugungi kunda butunlay o'xshamaydi. Bu degan strategiyaning bir partisi bo'lsa, hozir xuddi urushga o'xshash bir narsa. Bu degan qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyat. Buni butun dunyo shunda bekitib, demokratik davlatlarning hammasi bekitib, bu bir irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bütün bo'layotganlarning hammasi shu bo'lsa, shu jinoyatni yepishninki bir nimasi bu bo'layotgan ishlar hozir bo'shashtirib qo'yish, vaqtlikni qilish degan. Biz buni kichigimizdan tortib o'zimiz shohid bo'lib hammasiga ko'rdik. Biz kichigimizdan tortib bir toshchilik vaqtlar olib ketdik. 97-yil bo'ldi, 2009 bo'ldi degandek. Boshda aslaq bir biraqli urib yiqitib, undan keyin xudolik aldab qo'yganday g'urur yo'q odamni. Başta qildigan askerlikning hammani qilib, urib bir insonning g'ururini yavlayni yakson qilib, dafsanda qilib, ana kendin yüzünde silab qo'yib, xapomang deb qo'ysa, u hech qanday aksiga kelmaydi. Agar yani gap nishada tugsin bu gap. Yana birisi bu Yevropada siyosiy panohlik tilga Uyg'urlar
qılcıq orununu egəlləyidu. Aile birləşmesi bilen kelgandan başqa, anadaki xizmət, oquş deyli, onundan başqa qıl köp sandık Uygurlar belki ketganning arasında köp sandık oluş mümkün. Siyasi panalık tilleşinin qandaqlığını hem Uygur bilidi qandaqlığını. O sot küçüp qandaq olub üzünün öz dövlətiga qayıtıb getemeydi, kəsdi hayat xətərində. Bu da bütünlüy bayanını bir bulub, bu dövlətin qanunluq nimisini ep bulub, ondan keyin kendini onundan yeni valdir geldik, onun diyen gibi, üzünün diyen gibi ne, yüzü yalğanğa çıqadı, öz dövlətiga qayıtsa, yani bugünküdek gündə qayıtsı mı, hayatı hiç qandaq bir xətər asıdı, bu müdir geldik, onun siyasi panalıq dilgəndi ki, bütün sotlu vergen guvalığı yalğan diyen gibi. Bunda olsa dövlətin Allah cinayet hesaplanmamdı. Bu dövlətlerde kanun yok mu bu Avrupa'daki dövlətlerde? Muştaq insanım da hain demeyim deydi onun alemlerini. Gipim tügüdü. Rahmet sizge. Aka, cevap verem siz. Buldu. Meryem'nin muştaq keskinlik nayet yaxşı. Boz muştaq keskin boz tex yaxşı buldu. Lekin hem de böyle hain men elbette xiyanet qısı hain buldu. Bunun Uygurlarga bir konkret mesela deyli Norvegiyadan ketip deyli bu Norvegiyadaki Uygurlarning bütün tizimlikini, ularning uy adresini, ularning bank hesabını, andan qilayotgan faoliyatini yetkazsa, albatta xoin bo'ladi. Lekin bir odam deyli u Norvegiya fuqarosi, biz uning qanday kelgan, qanday kelmaganligini bilmaymiz. Shunga bag'inning hammasi xoin desek, endi boshqalar ashla desa bo'ldi, lekin men unda demayman, men shu xiyonat qilgan bo'lsa xoin deyman. Xiyonat qilmayman navada. Bu kelib bir shirkatda ishlab, chiroyli pasportni olib, shuning bilan u Norvegiya fuqarosi bo'lib qolsa, biz uni hech qilmagan odamni xoin desak, buning nima bo'lmaydi. Biz uni xoin demaymiz, faqat shu Uyg'urlarningki qirg'inchilik uchragan avalasida u yerga berib, ondan Xitoyninki tashviqotiga moslashib bersa, ondan Xitoyninki oxirida Uyg'urlarni qirg'inchilik uchramadi, Uyg'urlar tinch yashab, xotirjam yashayapti deganiga moslashib tashviqotga chiqib bersa, ondan xoin deymiz. Bag'onlik odamning hammani xoin desak, buning bir ikkinchisi, unda bo'lsa bag'onlik odamning hammani xoin desak, biz yo vatanga borolmasak, yo vatandan uchur ololmasak, yo vatanga boshqa muxbirlar borolmasa, vatandagi uchur, aloqa, u ishni zodi kim qildi? Faqat aloqa qilmaydimi unda bo'lsa, doklad qandoq yozamiz biz? Biz bu yerda yo u yerga hozir masalan BBC'ning muxbirimi yo'q, diqqat qilsanglar BBC'ning Uyg'urlar haqida xabar eshitishimiz uzoq bo'lib ketdi. Chunki bizning vatanda BBC'ning muxbiri yo'q. Bizning vatanda CNN'ning muxbiri yo'q. Bizning vatanda Fox'ning muxbiri yo'q. Al Jazeera'ning muxbiri yo'q. Endi mishaga borgan Uyg'urlardan mushunchalik bir umidni kutmasligimiz kerakmi? Berib uning shu qadar vijdoni yo'qmidi? Beribla mashaliq hamma Uyg'ur Xitoyga setilibla, hamma mashaliq chet ellik Uyg'urlarning ma'lumot yetkazibla qiyqidak shu qadar bizning yenimizdagi odamlarga shu qadar ishonchimiz yo'qmi endi? Qiysa albatta. Lekin qilmagan odamni bundoq deyishniki, desa bo'ldi, men desa bo'lmaydi demadim. Desa bo'ldi boshqalar. Lekin men demayman shu. Men bir Abdali bo'lish bilan demayman. Mening o'lchimim xiyonat qilgani xoin, munofiqlik qilgani munofiq, unda qilmagani emas. Men bu haqda masalan shu Ömer Bekali akamiz bilan to'xtalganda, masalan ba'zi vatanga berish sabablar yaxshi sabablar bo'lishi mumkin. Masalan ashyadan masalan nima deymiz, ma'lumot ilish va yoki shu yerda masalan ba'zi dokumentlarni hozir sistemsini yipatdi kompyuterni. Masalan bevosita agar haqiqatan shu jonni pido qilib bir soqchilar bo'lsa, bir amaldorlar bo'lsa, mana sizlar cho'qim chiqarsanglar, masalan osh narsani ish menga nisbatan Uyg'urga foydali, da'voga foydali bo'lsa, possible deb o'ylayman. Demak, bu yerda bir farq bor ekan. Lekin Abayma Maryam qilishni degandek, bu umumiy bir strategiyaning ichiga kirib, bu umumiy bir o'yinda bu Uyg'urlar mushu Xitoyga bir xil yordamchi, bir partisi, bir piyon demdi hamda. Anandan keyinki, masalan, keyin panolik tilayman degan Uyg'urlar kelsa, to'xtab turadi. Ma bu panolik tilab yana vatanga qaytib berdik-ku degandek bir narsa ishkilinib qoldi-da bu davlatlarga masalan. Ya bu albatta u panolik tilab olsa, albatta bir o'zining gapiga o'zi xiloflik qilganlik bo'ldi. Buni albatta shu davlatning qonun organlari bir taraf qilish kerak buni. Lekin
Biz Uyg'urlarning hammani panohlik tilagan deyamaymiz. Mening deganim bu dunyo oq va qora emas. 7 xil rang var. Hasan Hüseyin'de. Şu bunu oq va qora dersek, lekin dunyoni oq va qora deb tushunish oson. İnsanlar mangisi o'rin bo'ldi. Odatda Uyg'urlarningki men taraf to'g'ini inqilobchi, sen taraf to'g'ini xoin dersek, kalla shiltishning hojati qolmaydi. Lekin biz kalla shiltishga buyurilganda, aql shiltishga, tafakkur qilishga buyurilgan. Şoňalyk buning nimasi bunda deyish. Ikkinchi masala nima desa, shu Şinjan saqchi hujjatlari chiqdi. Gapingizni yem qoldim. Miyada Maryam xanish bir gap qistarmoqchi agar musode bo'lsa. Gapni oxirini deb o'tay. Okay. Masalan, Şinjan saqchi hujjatlarini uchun Aşadan chiqqan biri ilib chiqqan ekan. Qo'lida. Amerikada. Yani vatanga kirib, yani abay degani shu maqsadda vatandan birsi. İlib chiqqan ekan. Bizmi bu shart turib vatandek to'ni haqlagan narsa emas u. Vatandan chiqqan bir Xitoy bunu elib chiqqan ekan. Elib chiqib bu yerdagi tashkilotlarga bergan, unda bu oshkorlandi. Masalan, biz nima uchun bu dunyoda mana bir narsa bor. Har qanday ish yuz bergan chog'da biz buni masalan deylik, Uyg'urlarningki yana Xitoy ishlarni ochib bir qism Uyg'urlarning berishini qulaylashtirdi. Bu bir reallik. Biz bu reallikni o'zgartiralamdik, o'zgartirmaymiz. Mahmud Qashqariyning bir gapi bor. Taşını çayınığın olmasa şümiş gerek deydi. Taşını çayınırsanız çişini sunudu. Şümiş degen neme dese, taşını çayınap çişini sundurmay, onunla tesir kılış. Yani boğan bir faciye, bir ahval, bir kasapetçilikni kandak kılıp, aklaşıltıp, bizgi paydalık neslik aylandırış. Mesela eğer makulunda olsa, biz Xitay'nınki Uyg'urlarning hozirgi ahvolini tashviq qilish yoki har yangi sabablar tufaylidan vatanga berishni to'siya olamdik. Kim to'siya oladi? Qaysini to'siya olasizda? Hech kim to'siya olmaydi. Buni to'siya olmagan ahvolida bizning qila oladiganimiz uni qandoq qilib yaxshi tarafga burash, qandoq qilib o'zimizga foydali tarafga burash, qandoq qilib Uyg'ur davosi, Uyg'ur masalasi, Uyg'ur hurligining amalga oshishiga bir to'p qo'shilgan aloqa ekilish. Eğer bunu tıllaş, vakıraş, çakıraş, eyipleşir alıngan olsa bu dünya allaqachon biz meselelik bo'lgan bo'ladi. Unda olmaydi. Az desangiz bo'ldi. Hozir desam shu bayatdan nim qildi, ya'ni shu xayliqning nomuning gibi chiqib qoldi. Mening hargizmi bir inson, mesela Abdülmal'ning bir gipiga qo'shildigini, hargizmi dunyo oq-qora emas. Insonlarga, insonning tuyg'usi, tushuncham binasi nimisiga ergishib o'zgarib mangdi. Ama bundaq bir narsa borki, Memtimni alanın kelqi nimisi var, istiqsiz urush deb. Bu Uyg'urlarning hozir Uyg'urlar insoniyatga qarshi jinoyatga to'pqa tutilgan bir millat. Ya'ni butunlay qirib tugitib, ularni osmonlik qilib, yo'q qilib o'tib o'zining nimisini. Uning o'rniga ya'ni yangidan bir kimlikni dastlab bizni qo'shib yutib olmoqchi bo'lgan bir millat bor. Ya'ni bir dushman bor, bu bir istiqsiz urush. Bu degan bir urush bu. Mesela Maşun Norvegiyanın ben Norvegiyaga kelishim burun Larvik degan ikkinchi dunyo urushidagi bir kinoni ko'rgandan keyin bek ta'sirli bir kino bu. Hem ko'rib baqsi bo'ldi. Netflix var. Larvik. Yani ikkinchi dunyo urushida Norvegiyani besib oldi Germanlar. Besib olgandan keyin shu yerda Norvegiyalik bir ayol besib olgan dushmanlarga amalsiz miltiqdan qo'rqib o'zining hayotini qo'g'dash uchun Germanca, Norveççe tercüman oldu. Tercüman bulup ama onun yoldaşı olsa ular karşı uruş kılıp Engiliye evlen bir set tutup uruş kıldı. Yoldaşı ma kayıtıp gelgenlikin uruştu geydi. Kutumdan aşağıda açlığı tercüman bulup belgini anlap onu hain katarında hainlerinin tizimliğini tıkırıp hainlerini Norvegiyanın şimalığa edirtidigan qaydab sürüp edirtidigan bir nim tıkanınkin Kutunun ikisi balısı batırıpmı Aşkutun üzünün qıqalı şu tercümanlık qoyğunuğa başqa heç kim çıxmaydı şu tercümanlık qamoğalığı üçün şimalığa sürülüp gitdi. Yani aş vaqtda mən nimə ilə başladı desə mən xain emas, xainlik qılmadım desə sən xainlik qıldın. Çünki biz uruşda uruş degan başqa heç niməyə oxşmaydı. Sən sepingni üzən talladın. Sən erge xainlik qılmagan bolsanmı uçuq aşkara. Lekin senin tuğan seping bizim menfaatimizga ziyonli bo'lganligi uchun sen yandan bir xoin deb ayol bir tercüman adetki hiç nimiz qilmadi miltiqning ostida o'zining bolasini qo'g'dash uchun
nimqam oğaşqa o bir xain bulup sürülüp gitdi. Onun iri aşı üzünün Norvegiya üçün küreş qılıp futbollardan ayrılıp meyip bolup qasma diki ayalı asaqlam oğaşqa o en xain bolup gitdi. Yani o xain degan gapning ma'nosi o xain degan albatta eg'ir bir gap ama o xainlikning umumda tushunsa mantiqlik, logikalik nasbatlar bo'ldi. Biz agar anqira alsak o'zimizning qanday bir vaziyatda turayotganligimizni. Bizning siyosiy pozisyonimiz shu, biz urushda hozir. O urush degan miltiq bilan bo'lgan narsa emas. Bizni yo'qotdi, biz tirkishyapmiz. Tirkishibmiz, tilni qo'g'dabmiz, Uyg'ur tilini shuni qilishimizni o'zim amaliyotdashninga yo'qotib etmoqchi bo'lgan bir tilni ishlatib, shuni digital nimada baqilib platformada bir şekilde nimqib tirkishib, hayotimizni saqlab qolamiz deyishimiz, bizning shu urushga qarshi chiqayotganimiz. Ammo aşaq turib, o'zining jenini alqanga, jenini yo'qlamkin sayab, o'zining jeniga xiyonat qilib, bir insonning o'zini o'limga tashlashimi o'z-o'ziga qilgan xiyonat. Biz bu dunyoga o'zimizni o'limga yetish uchun kelmaydigan tursak, Cihat degan yaşaş, ölüş degan narsa emas, yaşaş degan narsa, kurash qilish, tirkishish. Ya hammaning o'zida qiyinchilik bor. Mesela normal ahvolatda insonning o'zida kasal, u bu xil musibat bo'ldi, olishni qarshi kurash qildi. Ammo bizning normal bir jamiyat emas-ki bizningki. Yo'q qilinishga shu qarshi hammamizning kayinda birdan saqchi bor. Chatalga chiqqan kundan boshlab kaynimizdan şu vaqtda KQ deydigan narsa var, KQ, undan keyin Vision, hammamizning qishik chaqlashib eslab bir saqchi yo'qmi? Albatta bor. Hem de unda turib hamda yana normal jamiyatni tahlil qilgandek tahlil qilib olsak, xatar deb o'ylayman. Rahmat. Aka, qanday qaraysiz buning? Bu fikrga bo'lsin. Meryem mashunda qarshi bo'ldi. Bunda bir narsa var dünyada. Bazı adamlar o'zi diyemagan gapni davomli qilib bir turib ko'm kishilar. Bir kişinin dep berishini arzu qildi. Odatda mesela men muxbirlar mana desam mendan chet ellik Uyg'urlar o'tgan dashta so'radi. Angliya BBC'ning muxbiri chet ellik Uyg'urlar shu Xitoyninki chegara atlagan ziyonkashlikka uchrayotganmi degan savolni so'radi. So'raganda men tekshirgan Uyg'urlar uchrayotibdi, lekin men Uyg'urlarni hamma tekshirib bakmadım dedim. Mesela men Uyg'urlarning hammasi Xitoyning chegara atlagan ziyonkashlikka uchrayotdi desam, u chaqda Xitoyning chegara atlagan ziyonkashlikka uchramay, Xitoy bilan bir soliqlayotgan Uyg'urlar bor. Ular Uyg'ur emas demdimi? Ular Uyg'ur emas desam, mening emas deydigan nima haqqim bor? Ya'ni biz masalani bayon qilgan chaqda o'zimiz ko'rgan nuqtadan desak, men ko'rgan odamni shundoq ekan deymiz. Lekin Uyg'urlar mundaqmi desa, yo'q, Uyg'urlar undaq mu yoki emas men bilmayman. Mening tekshirganim mundaq, tekshirmaganim mundaq bo'lishi mumkin. Mesela vatanga borganlarni xoin demdik. Xoinlik qilsa xoin, xoinlik qilmagani xoin emas. O'ylab beqinglar. Masalan, bir odamning onasi deyli, onasi ig'ir kasal bo'lib qoldi. Bolasini ko'rmoqchi. Mushundaq ahvolda onasini ko'rgani beribdi masalanda. Berib bir insonparvarlik nuqtasidan shu davlatning elchixonasi uni o'rlashtiribdi, ko'rak yenib ketdi. Bu odamni biz xoin desak, mushundaqmi bo'lamdi endi? Jang maydoni bo'lgan taqdirdimi qaranglar. Jang maydoni bo'lgan taqdirdimi? Bu qarshi tarafning askari bizga asirga tushib, yaralangan bo'lsa, uni bir yarısını tengib, davalab saqaytib ondan so'roq qilamiz. Uni akiriblam sen dushmanning askari deb uni nima qildigani tushunmaydi. Bu to'g'ri, bu jang maydoni bo'lgan taqdirda insonlikni yo'qotmaymizda, nima ishqi bekor yolg'on so'zlaymiz? Nima ishqi bekorda xoinlik qilgan odamni xoin deymiz? Xoinlik qilgan odamni sukut qilib endi o'tiramiz. Hech nima qilolmaymiz. Hech qilmagan odamni bir vatanga berib qo'ygan xoin deb kelsak, nimandachi xoin bu dunyoda bo'lsa. Bu birisi, ikkinchisi, biz shunda deyish orqali nimaga erishimiz? Ma'qul deyli, hamma Uyg'urlar deyli, kechqisi deyli, adigandan oqshomgacha deyli. Nima hal bo'ladi? Nima masalani hal qila olamiz? Quruq gap, hech mal bo'lmaydi. Bu masalani hal qiladigan tadbir, gap emas, ayiblash emas, nafrat emas, muhabbat. Bay degandek, shu muxbirlar bundan keyin va yoki siz nurg'un mushu da'voning ichida o'xshamagan odamlar bilan ko'rasiz, hukumat amaldorlari bo'lsin, muxbirlar bo'lsin.
mushu ahvolni tushundirgan chog'da mushu Uyg'urlar kep ketib o'tibdi. Zulm tükkan o'xshamamdi, yo bo'lmasa bir yumshatish bo'ldimi degan chog'da siz qanday bundan keyin qanday javob berasiz? Aslında so'rilib qolsa, men bundaq qilaman. Siz so'rib qolsangiz masalan, bevosita. Mendan so'rab qolsa bundaq deyman. Men chet elga chiqqan Uyg'urlardan mushu vaqtcha bir 10 dak odam bilan ko'rishdim, yaqinda chiqqanlar bilan. Ularning menga bergan ma'lumotida nima? Umumiy tutqun, ya'ni 2017, 2018, 2019'daki uy kirib tutadigan, ko'chma-ko'ch tutadigan umumiy tutqun oxirlashdi deydi deyman. Rastlashlar bu. Bu birisi. İkincisi, kishilarni berib, qo'lga qo'y silib, ishkan silib, uydan akitadigan ish oxirlashdi deyman. İkincisi, ko'chalardagi soqchi punktlari, ko'chalardagi kimlik tekshirishlar ozlabdi deyman. Chunki bularning hammani menga o'sha vatandan kelgan deb berdi. Lekin, masalan, kimlik tekshirish bo'lmagan bilan QR kod deb bir narsa bor. Telefoningizga bir appni tushirasiz, shu QR kodni saylaysiz. Saylagandan keyin sizning telefoningizdagi barliq uchurlar soqchi tarafga ketadi. Şuna hazır kimlik tekshirishning hojati yo'q degan gap Uyg'urlar bexatar degan gap emas. Texnika zamonaviylik bu masalani hal qildi. Burun soqchi turib hammadan bir-birlab tekshirgan bo'lsa, kimlik tekshirgan bo'lsa, hozir qanday qildi desa, faqat uskunni birini qo'yib qo'yiblar, telefonni skan qil deydi. Telefonni shunday saylaymiz, saylagandan keyin telefonimizning uchurning hammasi soqchining qo'liga o'tadi. Soqchi shu vaqtning o'zidan sizning kim nima ish qilganligingizni biladi. Ötüdüğün bolsa ötüdü, ötmeydiğin bolsa aşağıdan sizi uçur kıldı, sakçı ektidu. Yani burunqidek adam qıldığın işini hazır bütünley maşinlaştı, zamanılaştı. Onda olğandan koçada sakçı Uyg'urlarni qo'g'lab sürüp tutmasın bulduğun buldu. Çünkü telefonunuz uçur kelip, baxılyan paysusunu çakırıp atıdı, bazısı hiç qalsa Uyg'ur yo'q men bormayman demeydi. Tuttu berip, onda sen pistan sakçıqanı berip keldi aşağıya bardı, tutuşdan hacet yok. Hazır Uyg'ur o'zi bardı tutulğanı. Burun ayval yo'q. Şunmuşlar deymiz. İkincisi, umumiy tutqunning oyoqlashgani rost. Ya'ni uy tutishning oyoqlashgani rost. Lekin Uyg'urlarning tutilayotgani rost. Masalan, mushu nimada yaqinda mushu 5-oyning yo'q, 7-oyninki 15 atrofida 10 Uyg'ur 10 yildan 20 yilgacha kesilib ketdi. Ondan mushu 4-oydan keyin Douyin Xitoyning TikTok, ondan Xiaohongshu deb bir narsa var, bir app. Shular sababli tutilgan Uyg'urlar yamanjiq. Buning ichida bir 20 dak kishining ma'lumoti bor. Uning ichida bir 4-5 ni e'lon qilish qo'shildi, e'lon qildik, qolganlarini e'lon qilmadik. Demak, ijtimoiy taratqular, ya'ni burun WeChat orqali QQ orqali tutgan bo'lsa, hozir bu Douyin, ondan boshqa applar orqali yana tutib atadi. Hatto bir misol keltirsam, bir Uyg'ur balani nima uchun tutibdi desa, u Uyg'ur bala manda usulab ekan. Yo'q, bir Uyg'ur bala Xiaohongshu degan appda hozir qaysi naqshlarni anglashga bo'ladi debdi. Ya'ni qaysi naqshlar bexatar debdi. Degandan keyin bir Uyg'ur bala bir naqshining ismini debdi. Bu naqsha cheklangan naqsh ekandiq. Shuning bilan bu balani tutib olibdi. Shu vaqtning o'zida telefonga uchir kelibdi, sen piston soqchixonaga bor deb. Şunun bilan bu bal tutulib qopti. Demak, tutqunlik oyoqlashmadi. Lekin soqchi qo'g'lab yurib tutadigan, birovnik mashinalar bilan tutadigan ish oyoqlashib allaqachon bir uchurlar tutadigan holat keldi bu narsa. Ondan burun, masalan, telefonlarni tekshirib tutadigan ishdan hozir soqchi ishxonasida o'tirib, kim qaysi appga nima chiqadi, shuning asosida tutadigan holat keldi. Shunga aloqa bu yerda biz ahvolning o'zgarganligini qanday bilamiz desa, o'zgarganligini shu chiqqan odamlardan bildik. Ular depmasa, bu ma'lumotni biz nereden bilamiz? Biz agar nima yo'q, hech kim o'zgarmadi desak, muxbirlar bizga ishonamdi ondan. Hech kim o'zgarmadi desak, u qarasa, nimalar elib etgan bo'lsa, u sinamra orqali uni ko'gil bo'lgan bo'lsa, ko'p hech kim o'zgarmadi, ya'ni Uyg'urlar 3 million lagerda desak, hozir u gap ko'ni gap tarix bu. Hozir adam lagerda degan gap tarix.
üretimiz gerek. Emas milyon yaqin adam qamoqda, bir qism adam jazo lagerida, bir qism adam zavodda. O 3 milyon adam lagerda degan gap o'tib ketdi. Ondan Uyg'urlarni birovniklar bilan soqchi mashinalarni qo'g'lab tutadi degan gap tarixga aylanib ketdi. Buni reallikni qanday bilamiz? Shu chiqqanlardan bilamizda biz boramisak bu ishlarni. Ondan yaqinda Xitoy hukumati shu bizning vatanda nurg'un soqchilarni Xitoy shaharlarga olib kirib Chinni nim qilib turibdi. Bir yangi uskunani o'rganishga o'rlashtiribdi. Bu uskuna qanday uskuna ekan desa, telefonninki shu setib olgandan boshlab hamma uchurni asli keltira oladi ekan. Demak, sizning telefoningizdagi uchurning hammani asli keltiradigan uskunani ular allaqachon tayyor qilibdi. Hozir faqat bizning vatandagi soqchilar shu Xitoy shaharlariga berib, shu uskunni qandoq boshqarish, qandoq ishlatishni o'rganib. Demak, siz telefoningizni Gollandiyadan zavod oltiga olib berib deb basingizmi, Xitoy sizning telefoningizni yana shu hozir oltiga ekib qo'ya oladi. Shu holatga ekildigan texnika iqtidorni hozirlabdi hozir. Agar masalan vatanda zulm oxirlashgan bo'lsa, nima qildi bu uskunani har soqchixona taqib, nima qildi bu uskunani o'rganadigan soqchilarni tarbiyalab. Shunga ayliqi bu zulm oxirlashmadi, zulmning shakli o'zgardi. Nazorat oxirlashmadi, nazoratning shakli o'zgardi. Tutush oxirlashmadi, tutishning shakli o'zgardi. Tamam. Miyada sana telefon qilay. Tamam. Yani bir qarinishimiz telefon qilmoqchi ekan. Telefon qilib bo'ldi. Assalomu alaykum. Sizlar programma davomlashyaptimi? Davomlashyapti, hozir naq maydon gap qilayva. Savoling bo'lsa, so'zing bo'lsa. Bu programma yaxshi bo'ladi. Rahmat. Meningki endi o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan desam, o'zim vatanga bora olmaydigan bir kishi. Shunda bo'lgan chog'da men boshqalarniki vatanga berib kelgan bo'lgan birinchi imkos menda. Ularning bexatar bo'lish bo'lmasligi, chunki o'zim men uchun berish mumkin emas deb bo'lgan bo'lsam, bexatarligim kafolat bo'lmaydi. Bu eng muhim bizning atrofimizdagi kishilarga tarbiya shaklida, kultur shaklida taqdirgan mazmunlar shu. Agar vatanga berib, masalan, Xitoyning yo'l qo'yish bilan buniki oqim tekshirgan vaqtida hech qanday chet elda Uyg'ur faoliyatida qatnashmay o'zini chet tutib, ashuncha darajada Xitoyga erishgan birisi bo'lsa, vatanga berib, masalan, bir video taqaldi 16 yil boramay badiy birisi. Shuni berib, o'zing ota-onasini bir ko'rib, gan bo'lsa, biz buni ya xoinga, ya buni bir to'g'riga chiqarmay, insonlik nuqtasida men o'zimizni o'ylab, men bo'lgan bo'lsam berib, ota-onam ko'rib olgan bo'ldim, lekin men boramasam-mu, bu bo'lsin berib ketdi degan nuqtadan analiz qilib, lekin buniki hamma Uyg'ur bunda erkinlik emasligini, lekin biz u boralığına biz basak bo'lib qoldiganni. Yani Abdüvalim dedi apay. Mesela bu şekilde baslam yaxşıken, tinişken, madem varalarken de bu tür taqilib ketib qolsa, madem bir ahmaq bo'lib berib qolsa, onu ketkizibken bilan 9 ketkizibken bir tutib oldigan ishlar bo'lib qolishi mumkin. Bu jihatdan fikr qilsak, analiz qilsak, bu xalqimiz orasida to'g'ri bir xil shaklda keyfiyat shakllanib bu ish qilgan muomala. Endi bu bag'onning hammasini munofiq desak, bu beklab bashib etgan bo'lib qoldi. Endi bag'on qizg'onlikka video saparsak, u qizg'onlikka hech bir tashviqotchidek emas, o'zi qilgan emas, siz adisimi? Bu adisi faqat shu do'yin hozir chiqsa, hamma odam o'zining hayotini vlogger deb qilmish chiqarib shu taqdirgan bu ish ahvolda u ash qizg'onlikka videosi ochiq qaraldi, chiqib qolgan uchun bizga keldi. Biz uning qarabdan bir tashviqot desak, bu Xitoyning tashviqotlariga ancha o'xshab ketmaydi. Keyin uni o'chirdi. Agar haqiqiy tashviqotchi bo'lsa,
Bugün ürümçi geldim, ben ürümçiden çökülüp yürüyordum, bana yaxşı kedip, yine teşvikat kıldı. Onun videosu takılmadı. Hem aldı ki videosunu düşürüydü. Şu an bu maçı nurgun bağlılar dedi var yani mesela ekmeyecek emez lekin berbat kalıdı. Aşılardaki içindeki birisi bulup hem de bu şu videosu çıkıp kağılı uçuyorlar biz karşında teşvikatçıdaki yakın hatta bir tesir vergen mümkün. Hem şulanın muğluk nimisini hem de biz Uygurlar arasında mesela gelin bu abi abdüveli dedi ama hem de Uygurlar kadar bir işgalay bir hareket etti yakın bir xil kallam diye çöğüncüler peyda olsun diye Uygurlar nispeten. Şimdi akşam böyle beliniş yok kaldı değil mi? Mesela aralıqlarda var. Birisi arzu kıldıqlarda var. Yani Uygur politik icraat tıratqlarda var. Şimdi bu anda mesela 20% 80% desek 20% Uygur hakikaten özünün işçiden teşekkürçü milletler çıkmadan olsa 80% Uygur kolqavatkan Uygur endi. Ular biz vatan millet unutket emas, ular ensireydi. Özünün emas, vatandaki qalırdı ensireydi. Qancha işte politik icraat olsa vatandaki işkenmeydi deydi. Hem de şu biz kurbanlık desek kağılla abi şu 5-6 yılda yakı hem de abay advali dedi özgürleşler var. Mesela saç punktazı dedi. Bazı baralaydı, bazı kilalıydı. Kalır kilalıydı özgürleş var. Hem de bu şeyçilik bizden önceki kurulun koyusu var ya derken katılan Uygurlar. Lekin hem de halklar mesela hükümetler, devletler, isim, Xitoyning dünyada varmancha Uygur meselesi arkalık çıkıvatkan abroyu sebebin azraq içvetişler boğan bolsa mesela berkilik işte azraq. Bu ne? Bir qancha Uygur biz faydalarımızdan azaq mı? Özünü tinch yaşayan bir qancha Uygur işte berip bir atansı körüp algan bolsa belki bunu soğuqqanlık bilen muamele qısak buldu. Belki şuniki en ahırqıdan dadı sabısını körüş bolup qala. Bunun ilgili vaziyet qandaq so'raydi. Biz ko'ryapmiz, bir Uyg'ur ko'ryapmiz deb bir insonlik nuqtasidan o'ylasak qabul qilib ketadigan ahvol. Endi oldida bir qizaloq misol qildi, masalan Finlandiya bilan Rossiya davrlar urushlarda tarjimonlik qilish o'zininki xalqiga urush ochgan bir dushmanga tarjimonlik qilish degan qurol bilan barabar. Ularni tarjima qilib bergan bütün axbaratını aşkarlap, bunu bir iniq dərdə casus şpiyon dərəcədə alırız. Əmdi vətənə berib atansı görüb gələn bir adam, onun xain deyiş, bence qıllan vaxt var. Yəni, həqiqi xain və münasiblik halda koçalığa çıxıb, Xitayın bir təşviqatını qıqan bozkə, ona bütün tenişki edəb uç qaşqarı digən bozkə, biz açalım başqa mamı qısaq. Şunda qotqan çətəliklər var, YouTube-lağı çıxsaq, milyon köygürçələr varmışlar. Usul nakş müzikler var Uygurların ki kendi işbirliğindeki usul nakş müzikleri kendi taktat kaldı. Bunları kösek normal Uygur emas adam köse bu vatandaşın bu mabtuğu tep kaldı. Bu yetki meseleler kat kılıp bu teşvikatlarını tosaydıgan küçüğümüz acizlik kılıp şimdi bir Uygur'un ki özünün ki sosyal medyası çıkarıp koyan bir videosu akıl. Şunu tutup hemimiz bu şunun görüşünü kesek hakikaten dünyada Uygurların işten bulmavadı, yaxşı yaşatı, bəxtli yaşatı diyen anda sosyal medyadaki çoğun teşvikatla kapkalıdı. Bizim Uygurlar ki her milyonlap köken haberler mi var, lekin asasen haberlerimiz onda tarqalmayotgan xalqlar biliyor. Ma'nun o'xshash yakki shaxslarniki yoki naqsh usul muzika munosabati Uygurlarning vatanga munosabati ko'chindagi ko'rinishlarni ko'rganlar 10 milyonlab ne içinde pek çıkken. Bunu sıçtırıp baktım ben. Çünkü biz çıkarak gücümüzde hakikaten bana işlerine karışsak olsam şu vatangi beriş kitlege doğru terbiye kısak özünün bir hatırlı bir şey. Dikkat kısak. Yani ki bunun dikimi yaxşı bir teşvikatla buldu. Hatlarım doğru çöğüncük geldi. Bence şu özümüzü acımasak. Biz Evimizden bir şekilde bir gün birisimiz atanımız köyümüz kekti. Onda çirkeme bir kışımız mümkün. Bir gün bize yaxşı olsak bir şeyde şunda vatanperver bu xalqın hain deb şigerler birinci altımız cügrek ketiş mümkün. Burun qoqlarda bolsak bu lager içilişten burun yıllarda şunda teşkilatların çoğun katlı başları çoğun bize bir habitatçılar denge de çıkıntı bir kegen ola iş kaçan bir hain atandı ki yine hazır yine baş bulup Uygurların aldı davanın altı ötüdürmüş davanın altı gün kişiler bağlan. Ular aslında bağmazsak gerek aslında. Ular özüge dikkat kılış gereklenmiş. Uygur'un bir en aldaki bir dava açısı durup ve denge
çıqamamdan berişim doğru mu xata mı demey gelip kelganlar var. Biz ularni qabul qilib hozir yana oldimizda turdi. Shunga bo'lsa xayin payini gapni oldirib o'zimizga ishlatmasak. Haqiqiy xayin chiqachaqda qaysi so'zni ishlatamiz o'chadi. Rahmat. Aka. Albatta bu temkin bo'lish kerak. Endi masalan mushtad men u tisib odamning o'zining erkinligi bir kimninki nima deyish erkinligini bizning tatilish huquqimizmi yo'q. Lekin shu degan gap orqali nimaga erishimiz? Masalan biz atigandan kechqich ayblayli, atigandan kechqich qaqshayli, atigandan kechqich tillayli. Shuning natijasida nimaga erishimiz deganni o'ylab qo'yish kerak. Ba'zilar bordi. Borgandan keyin shu qadar nima qilgandan keyin berib qolsin aşağıda. Berib qilib yoshsin. U qadar yaxshi ko'rgandan keyin. Tashviqotchi bo'lgandan keyin tashviqotchilar bu yerga kelib avrmay aşağıda tashviq qilsin Urumchida shu xalq maydonida bo'yniga Xi Jinping nimasini esib rasmini onam deb toza tashviq qilsin. Kim bilsin. Bu bo'ldi. Faqat ular kelib bu yerga tashviq qilmasa bo'ldi endi. Kelib bu yerda bir bo'lgandan keyin kelib voy vatan deyishim bo'lmoqda ey. Voy beringlar kelinglar deb so'g'u salamlarni kelib boshqani o'mak bo'lib boshlab ketmasa bo'ldi endi. Bir odam ishga ketgan, yana birisi bu bir o'ziga ishonchsizlikdan keldi. Men nima uchun bu ishni qilaman desam, men millatimning bu qadar nachar razil ekanligiga ishonmayman sizlarga. 90% Uyg'ur yanalar haq taraf turdi, yanalar zolim qarshi turdi, yanalar bu zulmni baldiroq oyoqlashtirish uchun o'zining qo'lidan nima kelsa, mayli oshkor, mayli o'shirun, mayli pul, mayli harakat, mayli so'z, mayli vaqt orqali tirishchilik qilyapti bu yerda. Hech kim yaramas, hech kim xitoyparast bo'lib ketgan odam u qadar jiq emas. Yanalam 90% Uyg'ur yana yaxshi, yana tirishchan, yana zolim qarshi turib, zolimning oldida tik turibdi. Bo'lmasa biz bu davoni miyag ekilanmaydik. Bu davoni hargiz bir ishga odam qilgan ish emas. Maçeteldeki muhacirlarninki hammaylarni tan qilib mishaga ekkeldik. Bundan keyinmi yana tan qilib Xitoyninki zulmini oxirlashtiramiz, hurlikimizni qo'limizga olamiz. Mush Uyg'urlar bilan qilamiz. Endi biz bu atrofimizdagi Uyg'urlarni bu qadar sinfga ayirib, bu qadar qutblashtirib, undaqchi bundaqchi deb chiqib kelsak, biz bilan kim qoladi amaliyotda? Unda qilishning hojatimi yo'q. 90% Uyg'ur yanalar haq tarafda, adolat tarafda, Xitoyga qarshi safda. Abi 10% adam degan dunyoning hamma yerida bo'ldi. Aksicha dunyoda mandag'iliqi eski odamlar bo'lmagan millat mukammal millat bo'lmaydi. Mukammal millat degandan manda choqsi bo'ladi, yorisi bo'ladi. Biz urush qilyapmiz. Urush qilgandan keyin bir yerimiz yor bo'ladi. Bir qism odamlarimizningki Xitoyga ishlab yoki Xitoy taraf bo'lib yoki sukut qilishi dal bizning badanimizdagi urush maydonida qolgan yorug' o'xshaydi, o'q tekkan izga o'xshaydi. U iz bo'lmasa qanday jang qilg'aysa olamiz biz? Menimcha masala emas. Yana badan, ruh biz kuchli, yana Uyg'urlar kuchli. Bu bir ish odamning bir turkum odamlarning chidamay yoki bu sabablar bilan berib Xitoy tashviqotga qo'shilib ketishi bizning badanimizdagi bir chaqoq bu. Bir chaqda tushdi o'z tabiiy holda. Bak undaqaliqi vaysab alotoq ketishning hojati yo'q. Manga nisbatan shu necha vaqtdan yaqin bu gaplarni deyilyapmiz. En azından bunda o'ttirda qavatqanlarchi baraymi, bormaymi deganlarga jiqroq o'ylanadigan ish bo'ldi. Bu gaplar o'ttirib chiqqandan keyin bugunmi o'xshamagan fikrlar bo'ldi. Masalan, mening ekranimda garchi yüz qetilmasaqmi, o'xshamagan fikrlarni taklif qilib deyishkim keldi. İlla masalan bugun Abduvali akamiz bo'lsin, bir gap fikrlar o'tirib qo'yib qarshi turmasammi, bu yerda fikrni elish, menda bir deyishish, o'tirib qo'yish bu bek muhim narsa deb qarayman. Aka vaqtni berib qoldi, 1,5 soat ba'zi qiyindoshlarimiz o'zining fikrini o'tirib qo'yib yaxshi bir Türkçe renk kattık deydi endi, rang atgan bo'ldi. Eng oxirgi so'zingizni elib andan keyin ekran yeb bersak. Rahmat. Oldu. Yana birisi bir gap unutib qoldim men. Shu bexatarlik masalasida har qanday bir Uyg'ur hozir mayli Yevropada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, men Xitoyga borman desa, mayli shu davlatning tashqi ishlar ministerligi bo'lsin, mayli Xitoydagi elchixonalar bo'lsin, darhol berib keling, biz sizni qo'g'daymiz demaydi.
Şunu dep qo'yayman. Yalğan bo'lsa, siz Amerikada bo'lgan bo'lsangiz, Amerikaningki tashqi ishlar ministrligiga yoki Amerikaning Xitoy turish elchixonasiga xat yozib beqing. Men Urumchiga borman. Men butunlay bexatar bo'lamdim desangiz, elchixona Nevada sen bor 100% bexatar bo'lsan desa, meni chaqirsangiz bo'ldi. Unda qilmaydi. Hozir g'arbdagi hech qaysi davlat o'zininki Xitoydagi bo'libmi bir Uyg'ur fuqarosiga 100% bizning bexatarligiga ega demaydi. Chunki Amerika fuqarolari qamoqda, Kanada fuqarolari qamoqda, Shvetsiya fuqarolari qamoqda. Ya'ni ular Uyg'urdek bundaq musafir fuqarolar emas, asli o'zining shu yerning fuqarolarimi, shu yerda tug'ilib cho'ngan fuqarolarimi Xitoyda qamoqda. O'zining fuqarolarini da hech qanday shu vaqtcha. Shunga bardigan odamlar ya'ni Ahmad beribdi, Samat beribdi emas. Davlat nima deydi? Menga davlat kafolat beramdi. Davlatmi kafolat bermasa, dunyomi Uyg'ur kafolat bermasa, men u yerda nima ish qilaman? Endi biz orliqda mundaq ish bo'ldi. Bir qism Uyg'urlar bormasak unday O'rta Osiyoga, u yerga, bu yerga tutilib, nurg'un vaqtni oldi. Endi atugin biz uning davosini qilmaylik. Pistani ketibdi, pistani ketibdi. Bizning qiladigan ishimiz yo'qmi? Kelibdi deb shuning davosini qilib. Shunga ayliqi menimcha, yana aql bilan ish qilgan yaxshi. Rahmat. Qanday taqt qo'yinglar, sagak bo'layli inshaalloh. Duo qilayli. Bularga amsi ekran yipday. Darhol tushib ketmang, biz ekran yip bo'lgandan keyin ayrim xo'shlashsak bo'ldi. Bo'ldi. Qanday kelaqatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.